mana bu qo'l bilan hamma narsani ushlavermang. Ertaga men mazam qochib yotadigan joyimda dada shu qo'lingiz bilan meni boshimni silashingiz bor bolam. Hamma narsani changollavermang. Ertaga mana shu qo'llaringiz bilan meni qo'yishingiz bor bolam. Bu qo'l yarog'. Tasavvur qil, axlat. Bilmay axlatni ushlab oldi, ajosatdi. Ushlab oldi, yuvishga sharoit. Ushlab turadigan bittasi assalomu alaykum deb senga bittasi qo'l uzatsa, mahalla komitetining raisimi, yo hurmatli e'zozli bitta odam qo'l cho'zib qoldi senga. Berasanmi shu qo'lingni? Nimaga bermaysan lekin? Chunki o'zing bilasan, qo'ling noloyiqligini u qo'lni ushlashga. Amalda, bir nimadan, martabadan emas. Hozirgi sharoitda qo'ling axlat bo'lib turibdi, noloyiq u qo'lni ushlashga. Yuvasan, tozalaysan, loyiq bu holiga keladi. Kelib qo'y bu shu. Xuddi shuni singari bolam meni boshimda payti keladi, yozganda da sizlarga qo'l loyiq bo'lsin bolam.